savdosi hech ham bo'lmaydigan, hammaga birdek yoqadigan merenga ruletimni retseptini tekinga beraman. Sizlar meni duo qilib, yurakchani qizil qilib qo'ysanglar bo'ldi. Bismillah deb idishimizga tuxum oqini solamiz va o'rtacha skoristda ko'pirtiramiz. Tuxumni sarig'i 1 gram ham tushishi mumkin emas. Endi mana shunaqa ko'pirib chiqqandan keyin ozroq tuz solib ko'pirtirishda davom etamiz. Keyin esa yaxshilab ko'pirib oladi. Oqarib olgandan keyin shakarimizni oz-ozdan solib, skoristini ko'paytiramiz va shakarimiz erib ketish kerak. Merengamiz mana shunaqa yaltillab chiqish kerak. Merengalarni o'tkazib ham yubormanglar. Keyin esa tuxumni hidini yo'q qilish uchun limonli kislota solamiz. Limonli kislota важный, tuxumni hidi va pishi bo'lmaydi shunda. Faqat firmasi yaxshisidan tanlaylik. Keyin kraxmalni solib bitta aylantirib o'chiramiz va 140 gradusda duxovkamizni qizitib olamiz. Mana shunaqa qilib listimizga pergament to'shab, merengamiz qaranglar, yaltillab turibdi. Mana shu merenga me'yoriga yetgan hisoblanadi, ya'ni beze. Me'yoriga yetgan, agar o'tib ketsa, merenga boshqacha bo'ladi. Bunaqa yaltirab turmaydi. Shunda ham xato ko'pchilik qiladi. Shuning uchun aytib o'tyapman. 140 gradusda duxovkada 45-40 minut davomida pishirib olamiz. Sizlarga endi idealniy morojniy kremni eng glavniy sirini ochaman. Birinchi bo'lib biza qaymog'imizni va shakar yoki sug'ushonga farqi yo'q, qanaqa xohlasanglar, aralashtirib olib muzlatgichga 1 soatga olib qo'yamiz va yaxshilab sovib olgandan keyin mikser qilsanglar bittada ko'pirib chiqadi. Hech qanaqa chirib qolish, qaymoq bilan problemalar bo'lmaydi shunda. Обязательно shu uslubda tayyorlab ko'ringlar. Endi esa pishib chiqqan merengovый ruletimizni duxovkadan olamiz va xona haroratida 2-3 kun tursa ham hech narsa qilmaydi. Prям bir xil turadi, idealniy turadi. Qotib qolmaydi bu merenga. Lekin men srazu o'rab oldim, sal sovutib 40 minutlar menimcha sovutib oldim va keyin o'radim. Sizlar ham shunaqa qilsanglar bo'ladi. Mana shunaqa qilib o'girib olamiz. Issiq paytda o'girishga harakat qilmanglar. Sinib ketishi mumkin. Mana idealniy chiqqan qaranglar, hamma joyi bir xilda pishgan va kremlarimizni surtib olamiz. Xohishga ko'ra qanaqa nachinka xohlasanglar solsanglar bo'ladi. Men malina yaxshi ko'rganim uchun malina soldim. Mana shu malinasini ko'p solgan bo'lsam, menga malinasi kamlik qildi. Banan solsanglar bo'ladi, sveja klubnika, xohlagan mevalarni solsanglar bo'ladi va o'rab yarim soat morozilkaga qo'yib qo'ysanglar, вообще idealniy desert bo'ladi. Qishin yozin bir xil maza qilib yeysizlar. Ustiga xohishga ko'ra krem qo'ysanglar bo'ladi. Men kremni hammasini ichiga solganligim uchun ustiga mevalarni terib qo'ya qoldim. Yoqimli ishtaha, albatta tayyorlab ko'ringlar. Sotuvinglar oshishi va uydagilarni xursand qilishinglar aniq.